Teri saratonining eng xavfli turlaridan biri bu melanoma hisoblanadi. Melanoma bu melanositlar, ya'ni melatonin ishlab chiqaradigan pigment hujayralarida rivojlanadigan xavfli o'sma. U ko'pincha terida, kamroq esa retinada, ya'ni shilliq pardalar, og'iz bo'shlig'i, qin, to'g'ri ichakda lokalizatsiya qiladi. Xavfli bo'lishiga sabab u tezda metastaz beradi boshqa organlarga, ya'ni limfa va gematogen yo'llar orqali. Ko'pincha xavfli omillar, ya'ni tashqi tomondan ta'siri ultrabinafsha nurlar orqali bo'ladi. Shuning uchun radiogenik o'sma hisoblanadi. Melanoma rivojlanishining xavfli omillariga ultrabinafsha nurlarining teriga ta'siri, irsiy moyillik, teridagi o'sha xavfsiz o'smalar, atipik nevus yoki hollar, keyin esa teri qismidagi travmalar sabab bo'lishi mumkin. Melanoma belgilari bu pigmentli shakllanish hududida qichishish, hajmning oshishi, notekis qirralar, rangining o'zgarishi, shakllanish hududida yoriqlar, yaralar, qon ketishi, toshsimon shaklda yaralarning o'zgarishi, bularning hammasi melanoma belgilaridan hisoblanadi. Teri saratoni melanomani davolash usullaridan biri bu immunoterapiya hisoblanadi. Immunoterapiyaning ishlash prinsipi quyidagicha: erkak va ayollarda har kuni saraton hujayralari shakllanadi. Barqaror immunitet tizimi esa bunga qarshi kurashadi. Qachonki immunitet tizimi buzilsa, xavfli hujayralar eksponent ravishda oshadi. Immunoterapiyaning maqsadi esa o'sha melanomaga qarshi odamning o'zining immunitetini faollashtirishdir. Melanomani immunoterapiya bilan davolash uchun BRAF ingibitorlari va monoklonal antikorlar qo'llaniladi. BRAF ingibitorlari bu gen mutatsiyaga uchraganda va nazoratsiz hujayralar bo'linganda ishlab chiqariladigan oqsildir. Va monoklonal antikorlar esa bu immun tizimiga qo'shilib molekulyar darajada ta'sir o'tkazadi. Terapiyaning mohiyati shundaki, xavfli hujayralarni topish va yo'q qilishdir. To'g'ri tanlangan doza va kursning davomiyligi inson tanasidagi sog'lom to'qimalarga zarar yetkazmasdan xavfli o'simtalarni yo'q qilishdan iborat. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda shunaqa diagnoz aniqlangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.